Agar sizni boshingizda shunaqa mushkul ishlar bo'lsa, qarzdorlikdan chiqa olmayapsiz, kasallikdan qutula olmayapsiz, ish boshlayapsiz, orqaga ketyapti. Shu ishni qiling. Muammolardan qutulish duolari bormi? Bor albatta. Insonni boshiga mushkul, og'ir ish tushsa, shundan oson qutulish yo'llari bor. Buni hozir men sizlarga aytib o'taman. Yaqinda bir vatandoshimiz Amerikada ishlar ekan. Fura minar ekan. Shu ish jarayonida rolda ketayotib bir itni urib yuborgan. U yerda tirik jonni o'ldirish og'ir jinoyat ekan. Xullas, furada bosib o'tib ketgan, fura arenda bo'lgan. Politsiya xodimlari kelib, o'lchab, hamma yo'g'ini qilib, protokollar tuzib, sud qog'ozini bergan. Palon kuni chaqirsa, sudga borasan, bu ish o'sha yerda yechiladi degan. Haligi vatandoshimiz mana shu duoni eshitib qolgan. Ey ki istarsiz hamma g'amdan najot, aytingiz payg'ambarimga assalot. Nima g'aming, nima tashvishing, nima muammoing bo'lsa, salovat aytgin, bu ravo bo'ladi degan bizni o'zbek zabon tilida yozilgan turkiy mavludi sharifni eshitib qolgan bu vatandoshimiz. Keyin nima qilgan? Bu hamma ishlarni tashlaganda qo'liga tasbih olib, bilganicha sallallohu alayhi ya Rasululloh, Allohumma solli va sallim va barik alayhi bilganicha kuni tun salovat bilan ovora bo'lib, shu mushkul ishiga, ya'ni najot so'ragan Alloh taolodan. Endi iloji yo'q, sudga ketyapti. Sudga borsa, bir qari kampir bilan bir chol o'tiribdi. Ular itni egalari bo'lgan. Sud boshlandi. Bu vatandoshimizga so'z beryapti. Ya'ni o'sha maxsus joyiga chiqib savol beryapti, javob berish kerak ekan. Sudni bergan savolini qarangki, sen itni urgan vaqtda itni kayfiyati qanaqa edi deb so'rabdi. Bu vatandoshimiz aytganki, endi itni kayfiyati qanaqa bo'ladi endi? Men ham eshitib hayron qoldim. Siz ham hayron qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Itni kayfiyati qanaqa edi? Bu bola ko'rgani, bilganini aytib, men itga yaqinlashayotgan vaqtimda tormoz bosdim, lekin to'xta olmadim. Itga ko'zim tushdi. It juda ham xafa edi debdi. Juda hayotdan xafa, shu bir narsadan jonidan to'ygandek ketyapti debdi-da. Shunda endi urib yubordim deyishini biladi. Yonidagi kampir qo'lidagi so'mkasini olib, yonida turgan cholni boshiga bir uribdi-da. Ana senga aytdim. Shu itni olib olaylik o'zimiz bilan.